Boykot deymiz-ku, lekin aslida bu so'z bitta odam va uni familiyasi orqasidan kelib chiqqanini bilarmidingiz? Hozir sizlarga shunaqa odamlar haqida gapirib beraman. Masalan, sendvich. Ko'pchilik bu taomni atilab shunaqa nomlashgan deb o'ylashadi. Aslida esa u ingliz zodagoni Jon Montagu, ya'ni sendvich grafi nomi bilan mashhur bo'lgan odam tufayli paydo bo'lgan. Gap so'zlarga ko'ra, u qimor o'ynayotganida qo'li yo'q bo'lmasligi va turishga eringanligi uchun xizmatkoriga go'shtni ikki bo'lak non orasiga sop kelishini buyuradi. Atrofda o'tirganlar bo'lsa ham, "Menga sendvichkidan, menga sendvichkidan bering" deb buyurtma bera boshlashadi. Oradan yillar o'tadi va bugun butun dunyo uni sendvich deb ataydi. Rentgen 1895-yilda nemis olimi Wilhelm Rentgen inson tanasidan o'tadigan noma'lum nurlarni kashf qiladi va bu apparatni X-ray deb ataydi. Ammo bu ixtiro shu qadar mashhur bo'ladiki, odamlar apparatning ilmiy nomini emas, olimning familiyasini ishlata boshlashadi. Shuning uchun bugun ham rentgenga tushdim deymiz. Aslida esa bu ham bitta odamning familiyasi bo'lgan. Endi bo'lsa videoni boshiga qaytamiz. Boykot. 1880-yilda Irlandiyada Charles Boykot degan yer boshqaruvchisi yashagan. U dehqonlarga juda qattiq qo'l munosabat qilgani uchun odamlar uni urmagan, sudga ham bermagan. Ular undan ham og'irroq jazo o'ylab topishgan. Hech kim u bilan gaplashmagan, hech kim ishlamagan, do'konlar xizmat ko'rsatmagan, pochtachi xat olib kelmagan. Go'yoki u odam umuman mavjud emasdek. Bu usul butun dunyoga tarqalib ketadi va oxiri uning familiyasi yangi so'zga aylanadi. Boykot. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.